Assalomu alaykum. Ortda qolayotgan hafta o'zbek yakka kurashchilari uchun muhim voqealarga boy o'tdi. O'zbek boks tarixidagi eng katta va shov-shuvli jang sifatida qaralayotgan to'qnashuv o'z tasdig'ini topdi. Murodjon Ahmadaliyev mutlaq jahon chempioniga qarshi jang qiladigan bo'ldi. Yana bir o'zbekistonlik bokschi o'z vaznida WBA kamari uchun eliminatorlik jangini o'tkazadi. Futbolchilardan Eldor Shomurodov Romada yana oyning eng yaxshi futbolchisi bo'ldi. Shu va boshqa muhim sport mavzulari yuzasidan bugun Qalampiruzning Sport Digestida batafsil so'z yuritamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik UFC jangchisi Ramazon Temirov qozog'istonlik Asu Almabayevga qarshi oktagonga chiqishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. Taxminlarga ko'ra, mazkur bellashuv 2025-yilning 26-iyul kuni Abu Dabida mezbonlik qiladigan UFC Fight Night turniri doirasida bo'lib o'tadi. Ma'lumot o'rnida Temirov o'zining so'nggi jangini joriy yilning mart oyida amerikalik Charles Johnsonga qarshi o'tkazib, ochkolar hisobiga ko'ra g'alaba qozongandi. Almabayev esa oxirgi jangida portugaliyalik Manel Kepiga nokaut evaziga mag'lub bo'ldi. 28 yoshli Temirov shu vaqtga qadar UFCda ikkita jang o'tkazishga ulgurdi va har ikkisida g'alaba qayd etdi. 31 yoshli Almabayev esa tashkilotda 5 ta jang o'tkazgan va 4 tasida g'alaba qozongan. Yana bitta jangda qozog'istonlik MMA ustasi mag'lubiyatni qabul qilib olgan. O'zbekistonlik professional bokschi Bektemir Meliqo'ziyev o'zining navbatdagi jangini amerikalik Darius Fulxumga qarshi o'tkazadi. Ushbu to'qnashuv joriy yilning 30-may kuni AQShning Las Vegas shahrida bo'lib o'tadigan professional boks oqshomi doirasida o'tkaziladi. Mazkur jang super o'rta vazn toifasidagi WBA eliminator maqomida bo'lib o'tadi. Butun jahon boks assotsiatsiyasi WBA kamari uchun eliminator maqomida o'tkaziladigan jangning promo roligi ham e'lon qilindi. In a sport where the truth is written in bruises and legacy is measured in blood, two men step into the unknown for very different reasons. Video dinamik tempda bo'lib, lavhalarda ikkala bokschining profiringdagi yorqin faoliyati va mashg'ulot jarayonlari aks etgan. Ma'lumot uchun Bektemir Meliqo'ziyev faoliyati davomida hozirga qadar 16 ta jang o'tkazib, 15 ta g'alaba va bitta mag'lubiyat qayd etgan. Darius esa 14 ta jangning barchasida g'alaba qozongan. Professional boksning ikkinchi yarim yengil vazn toifasida faoliyat olib borayotgan o'zbekistonlik bokschi WBA interim kamari sohibi Murodjon Ahmadaliyev toifaning mutlaq chempioni yaponiyalik Naoya Inouyega qarshi jang bo'yicha kelishuvga erishdi. Bu haqda promotor Eddie Hearn o'z Instagram sahifasida ma'lum qildi. Eddie Hearn o'z sahifasiga post joylab, jang rasman tasdiqlanganini bildirdi. Muzokaralar yakunlandi. O'zbek kuchiga qarshi Monster diviziondagi eng zo'r jang deyiladi Hearnning postida. Inouye o'zining navbatdagi jangini amerikalik Ramon Cardenasga qarshi 4-may kuni o'tkazadi. Ahmadaliyev ham may oyida ringga ko'tarilishi kutilmoqda. Ahmadaliyev va Inouye o'rtasidagi super jang joriy yilning 14-sentyabrda Yaponiya poytaxti Tokio shahrida o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Ma'lumot uchun 30 yoshli Ahmadaliyev shu vaqtga qadar prof boksda 14 ta jang o'tkazib, 13 ta g'alaba qozongan, bitta jangda esa imkoniyatni boy bergan. Mutlaq chempion 32 yoshli Inouye esa prof boksda 29-0 rekordga ega. Super og'ir vazn toifasidagi o'zbekistonlik professional bokschi Bahodir Jalolov katta ehtimol bilan ukrainalik Aleksandr Usik bilan jang o'tkaza olmaydi. Qozog'istonning Sports nashri ma'lum qilishicha, Usik 2 jangdan so'ng boksdagi faoliyatini yakunlashini aytgan. Ulardan biri britaniyalik Daniel Jubaga qarshi 19-iyul kuni Londonda bo'lib o'tadi. Ikkinchi jang uchun Aleksandrda ikkita variant bor: Anthony Joshua va Tyson Fury. Usik o'zi bilan jang qilish istagini bir necha bor bildirgan, Jalolov bilan ringda to'qnash kelish ehtimoli juda past. Ozarbayjonlik bokschi Kamron Shohsuvarli, o'zbekistonlik bokschi Bahodir Jalolov va hamyurti Magomedrasul Majidov o'rtasidagi jang o'tkazilmaganini aytib, Jalolovning boksdagi faoliyati haqida fikr bildirdi. Men Jalolovga qarshi sparring qilishni ham xohlamadim. O'zbekistonlik bokschi 2 karra Olimpiada chempioni Bahodir Jalolov bir vaqtlar 3 karra jahon chempioni Magomedrasul Majidovga qarshi jang qilishni istamaganini yaxshi eslayman. Ha, Jalolov o'z davrining yuqori saviyali bokschisi, lekin Majidov yoki Joshua pik vaqtida Jalolov yuqori natijalarga erisha olmasdi. Ular Olimpiya o'yinlari jahon chempioni hisoblangan vaqtda Jalolov ham bo'lganida ularga qarshilik ko'rsata olmasdi, deydi Shohsuvarli. Ma'lumot uchun Bahodir Jalolov 5-aprel kuni Ostonada ancha tanaffusdan keyin professional boksdagi jangini o'tkazdi. U ukrainalik
Igor Shevardzuski bilan to'qnash keldi va kutilmaganda raqibini nokautga uchrata olmadi. Jalolov raqibini hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarori bilan mag'lub etib, professional faoliyatida ilk bora to'liq jang o'tkazdi. Ortda qolayotgan haftada CSKA klubining o'zbekistonlik futbolchisi Abbosbek Fayzullayevning O'zbekiston va Rossiya terma jamoalari haqida bildirgan fikri ancha-muncha muhokamalarga sabab bo'ldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi va CSKA klubi vingeri Abbosbek Fayzullayevning fikricha, O'zbekiston milliy terma jamoasi Rossiya terma jamoasini mag'lub eta olishiga ishonch bildirdi. Rossiya terma jamoasi ham kuchli tarkibga ega. Men o'zim terma jamoaning bir nechta o'yinlarini kuzatdim. Monakoda to'p tepuvchi Golovin kabi futbolchisi bor. Rossiya agar xalqaro maydonga qaytarilsa, kuchli o'yin namoyish eta oladi. Ammo agar Rossiya va O'zbekiston terma jamoalari o'rtasida o'yin tashkil etilsa, O'zbekiston g'alaba qozonadi, deydi Fayzullayev. O'zbekiston va Rossiya terma jamoalari 2022-yilda Toshkentda o'zaro o'rtoqlik o'yini o'tkazib, nursiz durangga imzo chekkandi. Siz nima deb o'ylaysiz? Hozirgi O'zbekiston va Rossiya terma jamoalari kuch sinashsa, qaysi tomonning qo'li baland keladi? Izohlarda talqinlaringizni yozib qoldiring. Ma'lumot o'rnida Fayzullayev joriy mavsum CSKA safida barcha musobaqalarda 34 ta o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol urdi va 7 ta assist amalga oshirdi. Milliy terma jamoa safida esa 2023-yildan beri to'p surib kelmoqda va 23 ta o'yinda 7 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Roma klubi hujumchisi Eldor Shomurodov rimliklar safida aprel oyining eng yaxshi futbolchisi bo'ldi. Romaning rasmiy saytida klubning aprel oyidagi eng yaxshi futbolchisini aniqlash uchun so'rovnoma tashkil etildi. Unga ko'ra, eng yaxshi futbolchi bo'lish uchun nomzodlar qatorida jamoa darvozaboni Svilar, vinger Matias Zule va hujumchi Eldor Shomurodovning nomi keltirildi. Muxlislardan to'plangan ovoz natijalariga ko'ra, Shomurodov Romada o'tgan oyning eng yaxshi futbolchisi bo'ldi. Roma safida aprel oyida 4 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urdi va 1 ta golga assistentlik qildi. Eldor Shomurodov fevral oyida ham klubda oyning eng yaxshi futbolchisi deb topilgandi. Joriy mavsumda 29 yoshli hujumchi rimliklar safida 33 ta o'yinda maydonga tushib, 7 ta gol urdi va 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi. O'zbekistonlik hujumchi Shahboz Umarov yozda Qozog'istonning Turon klubini tark etishi mumkin. O'zbekistonlik futbolchi yozda boshqa jamoaga ketishi mumkin. Turon xorijlik futbolchilarning maoshini to'lamagan va o'z tarkibini saqlab qolish bo'yicha aniq rejaga ega emas. Umarovga O'zbekiston chempionati va boshqa xorij ligalaridan takliflar bor deyilmoqda Qozog'iston sport nashrlari xabarlarida. Turkiston jamoasi yetakchilaridan biri Energetik Bugu, Batay kabi klublarda to'p surgan. Qozog'iston Premyer Ligasida esa Ardabasi jamoasida o'ynagan. Mamlakat chempionatining joriy mavsumida u 5 ta o'yin o'tkazib, 1 ta gol urdi. Umarov 2021-yildan 2024-yilgacha O'zbekiston milliy terma jamoasi safida 5 ta bahsda maydonga tushgan. 10-iyun kuni Toshkentga Real Madridning sobiq bosh murabbiyi keladi. Gap shundaki, ispaniyalik taniqli mutaxassis Julen Lopetegi Qatar terma jamoasi bosh murabbiyiga aylandi. Bu haqda Qatar futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmati xabar berdi. 58 yoshli mutaxassis mamlakat bosh terma jamoasini jahon chempionati saralashning oldindagi o'yinlarga tayyorlaydi. Qatar terma jamoasini 5-iyun kuni o'z uyida Eron, 10-iyun kuni safarda O'zbekiston terma jamoasiga qarshi bahslar kutib turibdi. Mundial saralashning 3-bosqich 8-turidan keyin qatarliklar A guruhida 10 ochko bilan 4-o'rinda bormoqda. Jamoa 3-bosqichdayoq mundial yo'llanmasini qo'lga kiritish imkoniyatini qo'ldan boy bergan. Qatarliklar 4-bosqichda mundial chiptasini hal qilish imkoniyatiga ega. Ma'lumot uchun, Lopetegi faoliyati davomida Ispaniya terma jamoasi Porto, Real, Sevilla kabi klublarda bosh murabbiy sifatida faoliyat olib borgan. Bu ortda qolayotgan hafta sportiga doir eng muhim voqealar edi. Qalampiruzning sport sahifasiga obuna bo'ling. Keyingi hafta so'ngida ko'rishamiz.